Assalomu alaykum qadrdonlar, yaxshimisizlar, tuzimsizlar. Bir akamiz bor, eslasalaring. Shu Yevropaga borish bo'yicha yordam programma qilgan edi, eslasalaring, reklama qilgan edik. Bir-ikki marta reklama ham qo'ydik. Bu aka viza olib bermaydi. Bu aka sizlarga ketishlaringda nima hujjat tayyorlashlaring kerak. Viza olish uchun nima hujjat tayyorlash kerak Yevropaga. Xuddi shu narsalarni o'rgatadigan inson. Yana o'z bitta yo'nalishini ochibdilar akamiz. Ya'ni Yevropaga yetib borgandan keyin nima birinchi 90 kunlarda qilish kerak, shularni o'rgatar ekan. Akalar iltimos, akani programmasini hozir ko'rsatib beraman, tushunib olasizlar. Aka viza olib bermaydi. Faqatgina sizlarga yo'nalish tushuntirib beradi xolos. Hozir aytib beradi, o'zlaring ham ko'rib olasizlar. Shoshmay videoni ko'ring. Qaranglar o'rtoqlar, Google ga kiriladi. Hammamiz telefonimizda Google bor. Google ga kirib turib nima yoziladi? Europago.uz. Europago.uz. Mana shundaga. Europago.uz. saytiga kiramiz. Mana kirganimizdan keyin. Xo'p, Yevropaga bormoqchi bo'lganlar uchun Yevropaga ketmoqchiman tugmasini bosishadi. Xo'p, bunga kirsa, O'rta Osiyo bo'yicha qaysi davlatdan bo'lsa, o'shani belgilashadi. Masalan, O'zbekistondan